Rossiyaga borgandan keyin to'g'ri ishlab, to'g'ri uyaga, tushundingmi? Har xil qizlar bilan uchrashib, ichib, chakib, puling xarajat qilib yurma. Men telefon qilanda ko'tar. Ko'tarmasang o'zim borib urib o'ldiraman men seni. Sog' bo'linglar. Davay, yaxshi bo'l. Shu ketmasa bo'lardi dadasi. Yig'lama, o'lmaga ketayotgan yo'q. Ha, bacha telefon qilaylik, nima qilib yuribdi? Alo. Abonent bor. Iltimos, keyinroq. Ibonangimga o'chirib qo'ydimi? Abonent bor. Ketdim men xotin. Patirdaman qanday dadasi uxlab qolamdi, o'zi qaytib telefon uradi. Uxlab qolmagan u. Qizlar bilan yuribdi, men bilaman. Xarakteri menga o'xshaydi. Osmonda qushlar uchganda sog'inib kelgan. Ona, Abi, asan nimaga kelding? telefon qilgan ekan dadam, ko'tara olmadim, shunga keldim. Asan telefonni ko'tarmading, esingdan ketdi Rossiyaga dadang. Ona, dadam ertalab soat 6 da telefon qilganlar. Rossiyani soat bizdan 2 soat keyinda, u yerda soat 4 bo'ladi uxlab yotandim men. Ketdim men, dadam yana bor ekan. Yig'lama muhabbat. Bu bacha Rossiya territoriyasida yo'q. Boshqa davlatga qochib ketan bu. Bizlar alda. Interpolga berib toptiraman bu bachani. Onangimga qiyradir qochib ketan qizlar bilan. Kelib ketdi darrov.